Uy sharoitida qorin yog'larini ketkazish uchun top 3 mashq. Uy sharoitidagi mana bunday o'qiluvdan foydalanamiz. Juda ham oson va aqlli ishlatsanglar ancha-muncha rezultat bo'ladi. Qorin tortamiz, nafas tortamiz. Har bir mashqimizda nafas mashqi bilan bajarsak, qorin tezroq kiradi va ayol kishidagi sezish organi ishlashi boshlaydi. Ko'pchilik fitness trenerlar nafas olish mashqini bajartirmaganligi uchun ayollarda qayta semirish vujudga keladi. Hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Qorin tortamiz, orqa qismni siqib oldik va palkani o'ngga, chapga, o'ngga, chapga faqat nafas chiqazib yubormasdan tez qilishimiz kerak bo'ladi. Mana shunaqa. Har kuni ovqatdan oldin och qoringa qilish kerak bo'ladi. Endi esa ikkinchi mashqimizda qorin yana tortib, nafas ushlab turgan holatda bajariladi. Oyoqlarni mana bunday yelka kenglikda ochib olamiz. Ozgina orqaga, stulchiga, taburetkaga o'tirgan holatda qorin tortdik, oyoqni uchiga chiqdik. O'ng oyoq, chap oyoq tez harakat qilib bajarishimiz kerak bo'ladi. Yelkalarimga e'tibor beringlar. Yelkalarim tep-tekis. Yelkamni egib mana qilib olganim yo'q. Yollamachoq ko'rinishini ko'rsatib beraman, chunki ko'pchilik ayollarning xatosi bu ularning yelkalari qotib qolganligi sababli yelkani ko'tara olishmaydi. Shuning uchun oldin yelkani to'g'rilab olamiz. Qorinni nafas tortib oldik. Taburetkaga o'tirdik, oyoqni uchiga chiqdik va uni chapga tez harakat qilamiz. Uchinchi mashqimizda ham nafas ushlab turgan holatda qilinadi. Nafasni tortamiz, qorinni siqamiz ichiga. Qorinni siqqan holatda oyoqni bitta oyog'ingizni oldiga qo'yib oldingiz. Chut o'tirib olamiz. Qo'lni oxirigacha ko'tarasiz. Nimaga qo'lni ko'tarib olamiz? Chunki qo'lni ko'targanimizda bir to'li qo'llarga ham ishlab ketasizlar. Nafas tortdik, popani ko'tardik, joyiga qo'yamiz. Ko'tardik, joyiga. Shuni qo'l bilan birga olib boramiz. 1 2 3 4 5. 5 marta chap oyog'iga, 5 marta o'ng oyog'iga. 1 2 3 4 5. E'tibor beringlar, men bunaqa qilib tashlaganim yo'q. Pastdan tepaga, pastdan tepaga, pastdan tepaga ko'tardim. Har bitta mashqi bitta nafas olgan holatda nafasni chiqazib yubormasdan och qoringa har kuni 10 tadan, 15 tadan, 20 tadan sekin etapma-etap